Allomalar Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur o'zbek xalqining ma'naviyati va tafakkuri, milliy adabiyoti va madaniyatida beqiyos o'rin tutadigan ulug' siymolardir. Joriy yil 13 fevral kuni Do'stlik tumani madaniyat markazida G'azal mulkining sultoni Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi hamda buyuk sarkarda va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 543 yilligi munosabati bilan ma'naviyat va tafakkur timsoli nomli ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Darhaqiqat bu ikki buyuk allomaning olamshumul asarlari va boy ijodiy merosi tufayli o'zbek tili adabiy til sifatida yuksak darajada shakllanib, xalqimiz ma'naviyati va milliy qadriyatlari taraqqiy etishida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qildi. Ularning bebaho asarlari yuzlab olim va shoirlar uchun ilhom manbai bo'lib, turli mavzu va yo'nalishlarda o'zbek tilida ijod qilishga imkoniyat yaratdi. Shu o'rinda Alisher Navoiy yaratgan asarlarni butun turkiy xalqning ma'naviy boyligi deb ta'kidlash o'rinlidir. Tadbirda tuman aholisi va yoshlari, faol nuroniylar, murabbiy ustozlar hamda o'qituvchilar ishtirok etdi. Madaniyat markazi xodimlari, musiqa va san'at maktabi hamda umumta'lim maktablari o'quvchilari tomonidan tayyorlangan buyuk shoirlarning g'azal va ruboiylari, mazmunli sahna ko'rinishlari hamda musiqiy chiqishlar tadbir ishtirokchilariga namoyish etildi. Tadbirning asosiy maqsadi yosh avlodga Navoiy va Bobur ijodini yanada chuqurroq tanitish, ularning boy ma'naviy merosini keng targ'ib etish, shuningdek, ulug' ajdodlarimiz hayoti va faoliyatidan ibrat olishga undashdan iboratdir.